Bugun avtomobil rulining gidrokuchaytirgichi haqida gaplashamiz. Bu rulni burishni ancha yengillashtiradigan gidravlik tizim. Keling, uni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Asosiy qismlari. Gidrokuchaytirgich quyidagi asosiy elementlardan iborat. Nasos dvigatel orqali aylanadi va moyni bosim ostida haydaydi. Gidravlik moy, suyuqlik bosimni uzatadi. Rul reykasi yoki gidrotsilindr g'ildiraklarni buradi. Taqsimlovchi klapan, zalotnik moy oqimini boshqaradi. Shlanglar suyuqlikni tizim bo'ylab olib yuradi. Qanday ishlaydi? Oddiy holat. Rul burilmayapti. Dvigatel ishlayotgan paytda nasos doimiy ravishda moyni aylantiradi. Lekin rul burilmasa, moy tizimi ichida erkin aylanadi. Bu paytda kuchaytirish deyarli ishlamaydi. Rul burilganda nima bo'ladi? Siz rulni chap yoki o'ng tomonga burasiz. Shu paytda taqsimlovchi klapan ishga tushadi. Klapan bosimli moyni kerakli tomonga yo'naltiradi. Bosim yordam beradi. Moy bosimi gidrotsilindr ichidagi porshonni itaradi. Bu porshin rul reykasini siljitadi. Natijada g'ildiraklar buriladi. Eng muhim jihati, siz ozgina kuch ishlatasiz, qolgan ishni esa suyuqlik bosimi bajaradi. Qarshi tomon nima qiladi? Ikkinchi tomondagi moy rezervuarga qaytadi. Shu tarzda tizim muvozanatda ishlaydi. Oddiy misol bilan tasavvur qiling, siz og'ir yukni qo'l bilan surayapsiz. Qiyin. Endi shu yukni gidravlik domkrat bilan ko'tarsangiz juda oson. Gidrokuchaytirgich ham xuddi shunday rulni burishda sizga kuch qo'shib beradi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Yanada foydali videolar chiqarishni davom etamiz.